O'zbek shou-biznes olamida kutilmagan xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek shou-biznes olamidagi eng sariy xabarlarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. O'zbekistonda 10 nafar xonanda mualliflik huquqini buzgani uchun litsenziyasidan ayrilishi mumkin. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Mualliflik huquqini buzgan 10 nafar xonanda litsenziyasidan ayriladi deya yozilgan xabarda. Qayd etilishicha, konsert tomosha faoliyatini amalga oshirayotgan ijrochilar tomonidan mualliflik huquqi va turdosh huquqlarini buzish litsenziya talablari va shartlarini qo'pol ravishda buzish deb hisoblanadi. Bunday hollarda litsenziyalovchi organ litsenziyani hujjatning bekor qilinishini so'rab sudga murojaat yo'llashi lozim bo'lgan. Shunga ko'ra, Adliya vazirligi shoir va bastakorlardan kelib tushgan murojaatlar asosida 2024 va 2025 yilning o'tgan davri mobaynida mualliflik huquqini buzgan hamda sud qarorlari bilan ma'muriy javobgarlikka tortilgan 10 nafar ijrochiga oid ma'lumotlarni O'zbek konsert davlat muassasasiga taqdim etib, ularni litsenziyalarini bekor qilishni so'ragan. Eslatib o'tamiz, avvalroq xonanda Botir Qodirov mualliflik huquqini buzgani uchun jarimaga tortilgan edi. Shuningdek, madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ham san'atkorlar bilan bo'lgan majlisda ayrim san'atkorlarni qattiq ogohlantirib, ularni tartibga chaqirib o'tgan.